holatini ko'rishingiz mumkin. Xudo xohlasa ishlarni boshladik. Videolarni kuzatib boringlar. Bitgan holatlarni hammasini qo'yib yuboramiz. Xudo xohlasa mana ishlab bo'lyapti. Shoshilmaysiz, faqat cho'tga qilib yig'amiz mana holatni. Ortiqcha simlarni olib tashlab, zavod holatida qilib ishlab bo'lyapti. Xudo xohlasa hammasi akkuratli, sifatli bo'ladi. Mana zamikanni bor mana yonib erib ketgan. Orqasiga tegib ham jitkisi bachoni orqasiga zamikat qilib yurgan mana. Sizlar bilmaganingizdan ichigacha erib ketgan mana. Buni ochib to'g'rilaymiz. Siz nimani topdingiz, ko'rdinglarmi mana? Biz zamikannini topdik mana. Mana simlarni ko'ryapsizlar, erib ketganini mana. Bu patfanning simi mana. Yonib mana yopishib ketgan mana. Bu tarafdagi asosiy zamikanni mana orasiga tushib qolgan. Pastga motor orqasiga mana yonib ketgan mana. Bir-birigacha erib ketgan mana, ko'rishingiz mumkin. Yaxshilab ko'ringlar mana, yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Yopishib ketgan bu zamikanni bo'lib. Buni hozir biz ochib, xudo xolasa ketgan simini alishtirib, o'zini ishlatib beramiz, xudo xolasa. Videolarni kuzatib boringlar. Bitgan holatlarni hammasini qo'yib yuboramiz. Mana yopishib ketgan mana. Mana bu yerda jitkisi simi ham orqaga tushib qolgan mana, erib ketgan mana. Asosiy zamikangilar shu yerda mana. Bu simlarni nima qilgansizlar? Portda olgan ekansizlar. Mashinani ham simlarini o'zi umuman qaramagan ekansizlar. Yo'q mana. Holatini ko'ring. Juda achinarli holatda bu holat. Simlarni qarang. Mana mashinamiz mehr bilan yig'ilyapti. Faqat shoshirmaysiz, cho'kka qilib yig'amiz, xudo xolasa. Do'kondan zapchastlar olamiz, o'sha qo'yildi. Qolganlari mana bular ham qo'yiladi hammasi. Поворотный reli, 6 ta mana bunaqa universalniy reli, bitta pochka izolenta, mana bunaqa izolentadan 4 ta olamiz. Tablo lampichalari, ishlab bo'lyapti, xudo xolasa hammasini yozganmiz. Ketganni alishtiramiz, qolganini do'konga berib yuboramiz. Lekin bu narsani pashti ko'pi qo'yilib, paralarni ham ochib, siz bilan to'g'rilab, mana shu holatda ochib, xudo xolasa hammasini akkuratni yonadigan qilib mana yig'amiz. Mana akkuratni qilib, dona qilib siz bilan o'tkazdik mana. Shu orqa faralarni yoqamiz, xudo xolasa. Hamma narsa ishlayapti. Yevro предохранительный blok qo'yib beramiz. Yevro. O'zini knop tashlab, yevro qo'yib beramiz. Ochib akkuratni qilib, mana rullarni mana bularga izolyatsiyaga o'rab, pechkaning joyiga taqib qo'ydik, xudo xolasa. Mana bu simlarni akkuratni qilib to'g'rilasak, ishlab bo'lyapti. Mana tablolarni artib tozalab, tablolarning orqasini yig'ib, perikitrdan ulab qo'ydik. Simlarni akkuratni qilib, mana bossak ishlayapti perikitrimizni. Bo'pti mana. Tablolarni yig'ib, akkuratni qilib ishlarimiz bo'lyapti. Hamzani mo'yka qilib beramiz, tekinga yuvib beramiz, to'g'ri eshityapsizlar. Bizda polni full variantda qildirsanglar, tekinga mashinaga yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retro suratlarga jo'natib qo'yinglar.